Endi buni muqobilida bir toifa insonlarni ko'ringki, qalbi qatigan. Dunyo o'shuncha qo'lga oqib kelyapti. Huzur halovatda hammasi bor. Yana ham g'ami shu dunyoni ko'paytirish. Va yeb tugatib ulgurmaydi o'zi. Bolasiga ham yetadi. Lekin qalb faqat shu dunyosi bilan ovora bo'lib qolgan. Namozda turganda ham qalbi dunyosidan uzilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunaqa qattiq dil, qattiq qalb egasi bo'lib qolishdan panoh tilaganlar. Parvardigoro qo'rqmaydigan qalbdan panoh bergin. Qo'rqmaydigan qalbdan panoh bergin. Endi nimaga bunaqa bo'lib qoldi bu qalb? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qalbi qattiq bo'lib ketishligining sababi bor. Yo'q, undoq emas. Balki ularning dillarini o'zlari kasb qilguvchi bo'lgan gunohlar qoplab qo'ygandir. Insonni qilgan gunohi qancha ko'p bo'lar ekan, qalbi shunday qorayib qatib ketadi. Nimaga yig'la olmaydi? Chunki gunoh ko'p. Qalbini yumshashligini xohlab payg'ambarimizdan nasihat so'raganida, yetimni boshidan qo'ling bilan sila, qo'ling bilan ovqat yegiz, qalbing yumshaydi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zimizdan so'raylik, qachon yetimni boshini siladim, qachon qo'lim bilan ovqat yegizdim deb. Qayoqdan biz yig'laylik? Qayoqdan qalbimiz muloyim bo'lsin bizni? Ana shu qilingan amallar sababli Qur'onni eshitgan insonning qalbi erimaydi, ko'ziga yosh kelmaydi. Ammo kinoni ko'rsa yig'laydi. Mana hozir qalbni qattiq bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan ayrim ishlarni aytib beraman. Qalbni qattiqligiga sabab ko'p uyqu, ko'p ovqat, ko'p gap, ko'p ulfat. Ko'p ovqatlanish. Biz shunaqa qavmmizki, qornimiz ochmaguncha ovqat yemaymiz. Agar qornimiz och ovqat yesak, 3dan biri ovqatga, 3dan biri suvga, 3dan biri havoga. Ha endi havodikini ovqat bilan to'lgizib qo'ysa, rukuga borganda inqillab turadi-da. Namozda turganda inqillab turadi-da. Ko'p yeb olganligi uchun. Ko'p yeb olib, yana semirib ketibman. Ozish kerak, fitness klubga borish kerak, trenajyorda yugurish kerak. Voy, yema. Shu dasturxondan turayotganda ozgina ishtahang qolganda turib ket, ozroq ye. Yo'q, yeydi. Endi ko'rasiz, kasallik ketidan kasal, hali u yog'ini davolasa bu yoqqa ketgan, bu yog'ini davolasa u yoqqa ketgan. Ko'p uyqu, ko'p ovqat, ko'p gap. Nimaga til bitta, quloq ikkita? 1 minut gapirsa 2 minut eshit deganimi? Ko'p gap qalb qatiradi. Majlislarda eng ko'p gapiradigan odam bilinki eng qalbi qattiq odam. Va ulfatlarning ko'pligi. Ulfatda bema'nisi ko'p bo'lar ekan, qalbingiz qatib ketaveradi. Shu o'rinda ulfat tanlashlikda ulamolarning 5 ta nasihatini o'qib beraman, birodarlar. Ulamolar ulfat tanlashlikda 5 tanasiga e'tibor berdi deydi. Mana atrofingizda nechta ulfatingiz bor? Qarang, shu 5 ta sifatdan nechtasi bor unda. Birinchisi, g'ofil bo'lsang, Allohni esdan chiqarib qo'ysang, eslatib qo'yadi. Ikkinchisi, agar zikrda bo'lsang, ko'may beradi. Uchinchisi, uni ko'rganingda Alloh taolo esingga keladi. To'rtinchisi, uni so'zi qilayotgan ishiga to'g'ri keladi. Beshinchisi, uni so'zidan, uni suhbatidan seni Allohni tanishliging ziyoda bo'ladi. Nechtasi bor atrofingizdagi ulfatlaringizdan qarangda. G'ofil bo'lsang eslatib qo'yadi Allohni, zikrda bo'lsang yordam beradi, uni ko'rganingda Alloh esingga keladi, so'ziga amali muvofiq keladi, hamda u bilan suhbatlashganingdan keyin nima ziyoda bo'ladi? Ilmiy ziyoda bo'ladi. Endi qalbni o'lishiga sabab bo'ladigan ishlardan. Gunoh ketidan gunoh qilinar ekan, tavba qilinmas ekan, qalb o'ladi. Ayollar haqida ko'p bo'lar ekan, majlislarimizda qalblarimiz o'ladi. Gunoh ketidan gunoh qalbimizni o'ldiradi. Xotinlar haqida ko'p gap ketishligi qalbni o'ldiradi. Ahmoq bilan suhbat qilib o'tirish. Mazhabiy odamlar bilan hamda qalbi o'lik odamlar bilan o'tirish, bu ham qalbni o'ldiradigan ishlardan.